Esda qolar voqealar men ko'proq Tojikistonda chopganman. U yoqlardan yorib sayirdim. Esda qolar mana undan keyin Qashqadaryoda chopdim. Bu Turkmaniston bu zonasida ko'proq yurdik. Endi menda eng yaxshi joy mening uchun shu Chilonzor, shu Ko'pkari joy. Bu yerda mening yori do'stlarim bor edi. Ota-onam shu yerda edi. Otamlar kelib tomosha qilardi, farzandlarim tomosha qilardi. Qancha do'stlarim bor edi. Bular kelib shu yerda menga muxlislik qilib boqirishib aytardi. Menga eng qadrli joy menga shu Chilonzor Ko'pkari joyi. Hozir ham mana shu aylanib mana shu yerlarga bu yoqqa o'tsam eslayman. Mana shu yerda shu tanka bilan bu zotda yurdim, ko'k bilan buni yurdim, qarag'ashqa bilan bu zotda yurdim deb xayolimdan o'tadi shu narsalar. Mana shu o'tganda otbozlar eski vaqtdagi Yeshan bobo, Mirzo bobolar Xudo rahmat qilib ketdi. Bu Ochilxon Eshon, keyin bu Uvozotni ham ko'p chopganman. Yeshanqul bobo deb, hoji deb, u kishi ham olamdan o'tib ketdi. U kishi ham mana shular xayolimdan o'tadi. Endi u davrda mana juda ot yig'in katta bo'lardi. U yerda bunday bir-biriga tanish bilishlik, bunday o'ynab bo'lmasdi. Kim shu zo'r bo'lsa, shu aka-uka ham bir-biri bilan uloq tortishardi. Shunda ham shu ketardi, bu tarafga ketardi, bu yoq pastlab ketardi. Shunchalik surda kuchli bo'lardi. Eng yaxshi otlar, eng zo'r otlar juda ko'p edi. Chetkirlar ko'p edi. Kamida 10-15 ta chetkirlar bo'lg'ish edi. Bir uloqda ayirgancha hech kamida 4-5 ta chetkirga uloqni ko'p tortishardi. Qancha o'qinman? Yoshim 48 da bo'ldi. Necha yoshingizdan beri uloq chopasiz? 15 yoshimdan beri uloq chopaman. Sizlarim Norxon akam, akam. Norxon akam endi ko'p zo'r edi. Norxon akam havas qilardi, akam edi. Shu tanka bor edi. Akramxon Eshonboyning tankasi. Men 15 yoshda edim. Uloq chopib, yen taytay yurganimizda sayroqlarda har ko'rinib olasi tanka bor edi, shagirlar bor edi. Tankalar bilan ayrishdi bir 7-8 ayrardi. Keyin Mirzo boboning ko'gi bor edi, Ochilxon Eshonboyning ko'rlari bor edi. Bu bir mashin zot kelsa, bunisidan birisi o'tkarib olardi. Biz havas qilardik. Yarib, cho'p shu akamga qarab havas qilardik. Har bir avlodning o'z qahramonlari bor. Kimlardir mashhur sportchilar, taniqli ayollar, san'atkorlar, xullas odamlar. Qaysidir avlodning esa qahramonlari polvonlar, chavandozlar bo'lgan. 80-90-yillarda chilonzorlik bolakaylar esa tut tayog'ini minib, men Norxon chobog'imman deb Ko'pkariga muxlis bo'ldi. O'z qahramonining tirigini Ko'pkarida tulpor ustida ko'rib, uni olqishlab ulg'aydi. Uning izidan olis hududlarga ham borib ishqibozlik qildi. Qayerga bo'lsa muxlisga olib berardi. Biz Norxon aka bilan Qizilnovurga Ko'pkariga borganimda mashinasining oldida o'tirib biz Ochilxon Eshonboy, Charshanba aka, Akramxon Eshonboy o'tiribmiz. O'sha yerning xalqi Chilonzor demabdi, Sayrobning Norxoni kelibdi, Sayrobning Norxoni kelibdi. Shuni biz tomosha qilsak degan gaplar qilyapti. O'rtoqlar aytayaptiki, hazillashib, o'sha Norxon kim? Biz ham tomosha qilsak deb hazillashib qilyapti. Unda Akramxon Eshonboy aytayaptiki, bolalar ko'rsatinglar choboqonni. Mana shu choboqon, mana shu tankani, ko'kni, Eshonboyning to'rsini chopadigan Norxon choboq mana shu bo'ladi. Mana shu hozirgi davrning eng yaxshi choboqoni o'g'illari, ukalari mana shu Norxon choboqoni degani mana shu deb Eshonboy tanishtirdi. Norxon chavandoz biz yoshligimizda shunday uloqlar ayirganki, hattoki xalq muxlis bir tarafda turib shunday shovqin bo'lganki, futbol maydonida bo'ladigan shovqinlar chiqib ketgan. Shunaqa ko'zimizdan yosh chiqib ketgan vaziyatlari bo'lgan. Keling bir voqeani gapirib beraman. Qashqadaryoda bir boy inson to'y beradiki, shunday bir uloq chopilib turgan paytida katta endi bizlarda Qashqadaryo, Surxondaryoda uloq chopilgan to'y egasining nomi degan gap bo'ladi. Bu eng katta borg'i zot sovrin. O'sha sovrinni chavandoz
Ikromxon Eshonboyning tanka otli laqabi Jiyron Tulpor bo'ladi o'zi, tanka degan laqabi bo'lardi. Jiyron Tulpor bilan yakka qilib oyirgandan keyin endi or talashish bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo, boshqa viloyatlarda Chavoqon zot joyida deydi. Zot joyida degandan keyin chavonda biroz chiqib turib, yana uloq chopilaveradi, hali ajratilgani yo'q. Qaytadan tanka bilan yana qo'raga kiradi. Qo'raga kirib turib, ikkinchi marta yakka qilib chiqaradi-da, qo'lni ko'taradi. Ana endi halol desa bo'ladi deb Chavoqon o'zini qo'lni ko'tarib, endi halol desa kerak. Bekovul deganda Chavoqon nag'ma qilmang, zot joyida deydi yana. Ana ordi qarang, 3-martasiga yana tanka bilan otni haydaydi. Uloq chopilayotgan joy bir mahalla joyda, shudigar joyda chopilib turadiki, qishloq mahalla devorlari ham bo'ladi. Ana shunda ot bilan chavandaz yana or uchun alam qilgandan keyin uloqni toqimga bosib, yaxshi berkitib otni jilovini qo'yib yuboradi-da, endi bor endi qaqa borsang borasan endi ajratib chiqarsan deb. Ana shu ot jo'naydi, jo'nagandan keyin qo'ra deydi, otni qo'rasi jo'nagandan keyin ot boraverib bir odam kiradigan eshik bor ekan, hovliga kiradigan. Devorlar bor ekan, devordan bir odam kiradigan eshik bor ekan, otni o'zini devorga qarab uradi-da, chavandoz bilan. Qarang, uning ustida ot, chavandoz, uloq. Shu bilan tanka ot bilan hovliga kirib ketadi. Bu otni juvonni qo'yib yuborgan chavandoz hovliga kirib, takani taylamay qarab turadi chavandoz. Narxon Chavoqon. Qarab turgandan keyin, "Ey Chavoqon" deydi, "Zoting halol" deydi. Halol degandan keyin takani tashab, tanka otni qaytarib olib kelib, boyagi eshikka olib kelsa, panjaga. Otni ko'kragi boyagi eshikdan sig'mayapti ekan-da qaytib chiqishga. Shunchalik ot cho'zilib kirib ajratganki, endi u afsona. Bu chavandoz haqida bu narsalarni gapirish. Chavandozning tizzasi tegmaganmi, oyog'i tegmaganmi, uloq tegmaganmi? Qanaqa cho'zilgan Allohning qudrati bilan nimadan kirib 3-martasida ham o'sha to'y egasini nomini halollab ayirgan Chavoqonlardan Narxon Chavoqonni taniymiz. Xalqimizda polvonlik ham, chavandozlik ham zot suradi deyishadi. Bugungi kunda qahramonimizning to'ng'ich o'g'li Zokir Chavoqon ham ot minib, uloq ko'pkarlarda qatnashib, ota-bobolari izidan bormoqda. 18 yoshimdan beri ko'pkar chavon. Maktab davrlarida o'qib yuruvchi pallamiz. Otam ko'pkarda kelar edi, tuya ot ayirib, shu qiziqib, shu qiziqish bilan shu 2008-yildan beri ko'pkar chavib kelaman hozir kungacha. 18 yoshimdan beri. Men zotim Qashqadaryo, Dehqonobodda, Og'irobod yaxshilardi. O'sha yerda eski qoladi zot ayirganman. Zot ayirgansiz. Shu katta ho'kiz, shunday keyin Chilonzor to'ylardi. Chilonzorda o'zimizda bir katta ko'pkarda o'tkazardik. Kimning otini ayirgansiz? Ho'kizda Angorda Sapar polvon deydi. O'shaning mesligiga oti bor ekan. Ayirganizda Narxon Chavoqon do'laydi. Bu degandaga shunchalik xursand bo'lasizki, odam boshqacha bo'lib ketadi. Chilonzorda Ikromxon Eshonboyning tankasi bilan tuyani ayirgan esimda qolgan. Keyin 5 erkakda shu tanka bilan qo'shcha biya tashlab edi. O'shani ayirgan esimda qolgan. Tanka bilan ayirgan otam. O'sha mahalla bizlar ham qiziqib, shundan keyin otga qiziqish bo'lgan. Uyda otlar bor edi. O'z davrida 5 respublikada dong taratgan afsonaviy chavandoz Xoli Mama Yusupov Narxon Chavoqonning yerdan takani tezlikda olishiga tan bergandi. Aynan shuning uchun ham afsonaviy tanka laqabli baland bo'yli otni Narxon Chavoqonning ko'proq chopganini sabab qilib ko'rsatishgan ekan. Negaki, baland otga minilganda to'dada yerdan takani ko'tarib taqimga olish uchun chavandozdan katta kuch va tezlik hamda chapdastlik talab etiladi. Ikromxon Eshonboyning tankasi Narxon Chavoqon edi. Oldiga borganiga otlarni surib taylaydi, kuch ko'p edi. Narxon bir aylantirib takani ko'tarib olib jo'naganiga otlar yo'l berardi. Narxon ham Narxon edi. Umuman men shuni ayirmadim degan gap bo'lmagichi edi. Yoki masalan Bekovulga menikini halol demading, deding degan gap bo'lmas edi. Ayirdimi bo'ldi. Shu o'tirib, masalan birovga tortirib oldirib qo'ysa, zo'r bo'lsa olatga deb qo'ydicha bo'ldi, ishi yo'q edi. Shunday odam edi. Mana shu yerga taka taylanar edi. Mana shu yerga ko'proq to'yimizning shu zot shu yerga taylanib, markaz mana shu yerda o'rtalib, mana bu tepalikda tomoshabinlar, muxlislar turardi. Mana shu yerda uloqdagan muxlislar, tomoshabinlar
shunchalik qiyqirib baqirardi, Narxon Choboqon bos uloqlar ko'tar, o'ldingmi deb baqirardi. Qani shu davrlar, qarang muxlislarimiz qancha o'tib ketdi. Mana shu yerga uloq, mana shu yerga taylanardi. Tanka bilan, Mirzako'k bilan mana shu bir zotni tanka bilan mana shu yerdan yendirib o'yirdim. Mana shu jorlikdan shundayga tanka bilan naryoqdan kelib shundan taylatib o'yirdim tanka bilan. Shunda to'y egasi edi, bir ot, bir ho'kiz, nima zot edi. Mirzako'k bilan oylam Qoraqashqa bilan shu Qizilbekda shundayga to'y egasini o'yirdim. Abzay Raisning Qoraqashqasi bilan. Endi vaqtlar o'tib ketdi-da, yoshligiga men bir faslda mana 25-30 yillar o'tib ketdi. Mustan degan odam to'yda shu tepalikka tuya tayladi. Shunda tanka bilan 92-yil tuyani shu Qizilga chiqarib, sudur bor, shu Qizilgacha tikka chiqib shu tepalikka chiqib o'yirdim tuyani. 92-yil shu oktyabr oylarida edi. Shunday davrlar o'tib ketdi, yoshim. Bu davrlar sog'inadi odam. Hali ham muxlislarning tovushlari qulog'imdan hech ketmay jaranglagan. Qancha muxlislar bor edi, o'zimizning qishlog'imizdan, chetdan muxlislar ko'p edi. Hozir ham shu ko'chalarga chiqsam bir xillar gapiradi, Choboqon davringiz o'tdi, qancha shovoqlar qaytib uloq ayardingiz deb. Endi ular o'tdi-da endi. Bu yosh hayot bu o'tib ketaveradi bu aylanib. Men endi 25-30 yil chopgan bo'lsam, bundan mening bir oylab, 20 kunlab mana uzluksiz to'y bo'lardi, shu ko'pkariga ketardik. Topganim juda ko'p. Qancha muxlislar orttirdim, qancha tanish do'stlar orttirdim. Mana hozir Qashqadaryo, bu Turkmanistonlarga borsam ham meni taniydi, do'stlarim bor. Bu Tojikistonga endi juda ham ko'p Tojikistonlarda do'stlarim. Abri Xudoga shukr bor. Hamma hurmat qiladi, izzat qiladi. Qayerga bormasangiz, Narxon Choboqon keling, o'ting deydi. Bir xillari qarab turib, Narxon Choboqon siz emasmi deydi. Ha, men sizni biz deydi faloni vaqt shu bir to'yda videosida ko'rib edik. Shutib uloq ayirgan ekansiz deyishadi. Men o'zim hayron qolaman. Bu yosh bolalar meni qayerdan taniydi? Men endi 1-2 yillar o'tib ketdi ko'pkar chopmaganimga. Shunday vaqt o'tib ketar ekanda bir faslda. Narxon Choboqonning ko'pkaridagi eng zo'r davrlari 1985-1996 yillarga to'g'ri keladi. O'sha vaqtlarda texnologiyalar bugungidek hayotimizga kirib kelmagan edi. Ko'pkarlarning hammasi ham tasvirga olinmas, olinsa ham sifatli emas. Ayrimlarini esa bugun qaysidir eski uylarning irqalarida chang bosib yotibdi. Agar Narxon Choboqonning avj davridagi dovrug' solgan vaqtlariga guvoh bo'lgan ko'pkari maydonlarining tili bo'lib so'zlaganda edi. Chilonzorning Narxoni o'z nomini ot ustida mangulikka mixlaganini tushunib yetardingiz. Belim mahkam bayladi, orqa tekka tayladi, Mirza ko'kti haydadi, Chilonzorning Narxoni, Chilonzorning Narxoni. Olib zotning barini, yana olib zorini, haydab ochil turini, Chilonzorning Narxoni, Chilonzorning Narxoni. Haydab tanka tulpardi, olib yelidardi, hamma yaxshi ko'rardi, Narxon jondayin zo'rdi, Chilonzorning Narxoni, Chilonzorning Narxoni.